Hammaga salom, mening ismim Xadra va men Aviasales uzda ishlayman. Samolyotga chiqishda qo'l yukida nimalarni olib chiqish mumkin va nimalarni olib chiqish mumkin emas. Keling, bugun shu haqida siz bilan gaplashamiz. Qani, ketdik. Qo'l yuki bu samolyot saloniga o'zingiz bilan olib kiriladigan yuk. Qo'l yukining maksimal vazni 7-8 kilogramm bo'ladi. Eng avvalo keling, nimalarni aynan qo'l yukida olib chiqish mumkinligi haqida gaplashamiz. Avvalo, bu albatta elektronika. Telefon, planshet, notebook va power bankni faqat qo'l yukida samolyotga olib chiqish mumkin. Tailanddan Toshkentga uchib ketayotganimda powerbankni chemadanga solib, uni bagajga topshirgan edim. Tailand qoidalari bo'yicha powerbankni faqat qo'l yukida olib o'tish mumkin. Meni alohida chaqirib, powerbankni bagajdan qo'l yukiga olishni talab qilishgan. Bu qoida ko'plab mamlakatlarda amal qiladi. Ko'pchilik samolyotga oziq-ovqat bilan chiqish mumkin emas deb o'ylaydi, lekin bu unday emas. O'zingiz bilan shokolad, pechenye, yong'oq, quritilgan mevalar, oddiy quritilmagan mevalar, misol uchun olma, nok, sendvichlar olib chiqishingiz mumkin. Agar mevalar haqida gapirsak, Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlarida durian nomli mevani samolyotga olib chiqib bo'lmaydi. Qo'l yukida ham, bagajda ham. Bu meva juda ham o'tkir, yoqimsiz hidga ega, shuning uchun bu qoidani eslab qoling. Qo'l yukida nimalarni samolyotga olib chiqib bo'lmaydi? Keling, endi shu haqida gaplashamiz. Eng avvalo, suyuqliklardan boshlaymiz. O'zingiz bilan samolyotga olib chiqayotgan suyuqlikni har bir idishi 100 ml dan oshmasligi kerak. 100 ml dan ko'p bo'lgan atir, shampun va boshqa ichimlikni sizdan olib qo'yishadi. Qo'l yukida o'zingiz bilan 100 ml dan oshmagan suyuqlikni salonga olib kirishingiz mumkin. 100 ml dan ko'p bo'lgan suyuqliklarni siz albatta bagajga topshirishingiz mumkin. Lekin bagaj vazni bo'yicha ham cheklovlar bor. Va eng asosiysi, o'zingiz bilan qo'l yukida olib chiqayotgan suyuqlikni barcha umumiy hajmi 1 litrdan oshmasligi kerak. Shuni inobatga olingki, yogurt yoki boshqa bir yumshoq ovqatlar ham, suyuq ovqatlar ham suyuqlikka kiradi va ularga qandaydir cheklov bo'lishi mumkin. Ko'pchilik dezodorant masalasiga qiziqadi. Agar siz o'zingiz bilan sprey ko'rinishidagi yoki suyuqlik ko'rinishidagi dezodorantni olib o'tmoqchi bo'lsangiz, ularni olib qo'yishlari mumkin. Ularni yubka bagajga bergan yaxshi, lekin o'zingiz bilan stik ko'rinishidagi dezodorantni bemalol olib o'tishingiz mumkin. Laklar, spreylar va boshqa bosimli balonchalarni qo'l yukida samolyotga olib kirib bo'lmaydi. Ularni sizdan olib qo'yishadi. Shuning uchun ularni ham bagajga topshirish esingizdan chiqmasin. O'tkir buyumlarni ham qo'l yukida samolyotga olib kirish mumkin emas. O'tkir buyumlarga pichoq, qaychi, manikyur qaychisi ham, har xil atvertkalar kiradi. Ularni albatta siz bagajga topshirishingiz shart. O'zingiz bilan qo'l yukida samolyot saloniga ba'zi bir sport anjomlarini ham olib kirish mumkin emas. Ularga bita, klushkalar yoki chang'i tayoqlari kirishi mumkin. Ularni sizdan olib qo'yishlari mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. Ularni bagajga topshirish esingizdan chiqmasin. Agar samolyotga chiqishdan oldin sizga muhim bo'lgan yoki qimmat bo'lgan buyumni nazoratda, tekshiruvda olib qo'yishsa, unda nima qilish kerak? Ko'pchilik odamni shu savol o'ylantirib qo'yadi. Keling, bu vaziyatda nima qilish kerakligini sizga tushuntiramiz. Agar tekshiruvda sizning buyumingizni samolyotga olib kirish mumkin bo'lmasa, ba'zi aeroportlarda uni vaqtincha saqlashga topshirishingiz mumkin. Aeroport xodimlaridan sizga saqlash dalolatnomasini berishini so'rang. Sizning narsangizni aeroport seyfiga solib qo'yishadi. Lekin shuni esda tutingki, bu xizmat bepul emas va narx buyum hajmi va saqlash muddatiga bog'liq. Sayohatdan oldin qo'l yukini to'g'ri yig'ish sizni asabingizni, vaqtingizni va pulingizni ham tejaydi. Shuning uchun sayohatdan oldin erinmasdan aviakompaniyalarning qoidalarini o'qib chiqing. Bu
mavzu sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'ling. Boshqa qiziqarli mavzular haqida ham gapirib beramiz. Ko'rishguncha xayr.